Hammaga salom. Oralida anchadan beri bozorga tushmaganlar bo'lsa, qani ketdik men bilan. Chorsu bozoriga keldim. Milliy dvoyka ko'rmoqchi edim. Bitta tanishim bitta do'kon tashlab bergandilar. O'sha yerga kelayotdim. Mana yo'langlar, odam deyarli yo'q, bo'm-bo'sh. Bu esa men va mana o'zim qidirgan do'konga kelib qoldim. Detskiy mir yonginasida ekan. Topishga rosa oson, lekin o'rta yoyma bozor bo'lib ketganiga sal qiynaldim. Bu yoqda asosan ustki kiyimli ekan, menga esa dvoyka kerak edi, topa olmadim va tez tepa bozorga chiqdim. U yoq ham yarim do'konlar yopiq va bo'm-bo'sh ekan. Shunaqa qaytib ketayotgandim, yo'lda shunaqa quruq mevalar ko'rdim va uyga 1-2 xil oldim. Og'iz ochish paytiga ozgina vaqt qoldi, ham probka boshlanmasidan tezroq uyga kelib olay deb tez yo'lga chiqdim. Eng yomon ko'rgan narsam probka. Yana kimda shunaqa oralida probkani yomon ko'radiganlar bormi? Undan tashqari va yana bozor aylanmoqchi edim. Olma sirkasi va shunga o'xshash narsalar olmoqchi edim. Mayli, boshqa safar kelaman. Probkaga qolib ketmay va iftorlikka kechikmay deb tezroq qaytdim. Va mana bu binoni qaranglar. Birinchi tanimabman, keyin eslasam bu Chorsu mehmonxonasi. Yoshligimdan shu ahvolda, lekin hech rekonstruksiya bo'lmagani uchun o'tgan yili buzishga qaror berilgan. Va birpasda mana uyimga kelib oldim. Iftorlik tayyorlashim kerak deb tez domохозяйкаga aylanib oldim.